og'zini qattiq qarasa kola zarar deyishadi, lekin buni foydasini hech kim aytmaydi. Buni foydasini men aytmoqchiman. Tarkibida shakar ko'pligi uchun jigar yog' bosishiga sabab bo'ladi. Bu degani gepatologlarga foyda. Jigaringizni davolash uchun borasiz-ku, to'g'rimi? Va o'sha shakari ko'pligi, gazlar borligi uchun hazm faoliyatini buzadimi? O'sha ortiqcha vaznga sabab bo'ladi. Dietologlarga foyda. Buni tarkibida kofein ko'pligi uchun ichganingizdan keyin yurak ritmi buziladi. Taxikardiya, har xil kasalliklar kelib chiqqandan keyin qarabsizki, kardiologga foyda. Stomatolog neydi? Bu tish emalini yedirib tashlaydi-ku. Keyin ortopedlarga ham foyda, chunki tanadagi kalsiy chiqib ketadi. Kosmetologlarga ham foyda, yuzda aknelar chiqib ketadi. Buni sababidan nima hamma zararni aytadi, foydasini aytmaydi. Voy, shuncha odamga foyda olib kelayotgan ekan. Churinglar, bizga foyda.